ayrim qo'shtirnoq ichidagi liberal amaldorlar, buni qo'shtirnoq ichida deb aytamiz. Demak, liberal amaldorlar hozirgi iqtisodiy muammolarning yechimi barcha narxlarni, shu jumladan kommunal xizmatlar narxlarini erkinlashtirish deb kelmoqda. Bu meni fikrimcha noto'g'ri. Bu shunchaki hukumatning jamiyat oldidagi mas'uliyatdan qochishidir. Buning uchun oldin korrupsiya, yashirin iqtisodiyot va monopoliyalar cheklanishi lozim. Boya men konstitutsiyada bekorga moddalarni sanab o'tganim yo'q, eshitib o'tganim yo'q. Sababi konstitutsiya ijtimoiy davlat. Biz oldin xalqning daromadlik darajasini ma'lum bir darajaga yetkazishimiz kerak. Kambag'allik darajasini aniq me'yorni belgilashimiz kerak. Aholining necha qismi haqiqiy kambag'al, necha qismi haqiqiy qashshoq, uni yashash turmush darajasini ichida, o'sha iste'mol savati ichida kommunal xizmatlar, birlamchi kommunal xizmatlar ulushi qancha tashkil qiladi? Hozirgi sharoitda buni erkinlashtirib bo'ladimi? Erkinlashtirgan paytda kim yutadi-yu, kim yutkazadi? Bu narsalar tahlil, analiz qilinmasdan turib, bunday erkinlashtirishga yo'l qo'yib bo'lmaydi. O'zbekistonda barcha kommunal xizmatlar monopoliya subyektlari tomonidan amalga oshirilishini boya ko'rdik. Yuqori monopol narxlarining shakllanishi aholiga kvazi soliq yukini hosil qiladi. Konstitutsiyaga ko'ra O'zbekiston ijtimoiy davlat. Demak, hukumat aholining qulay turmush sharoiti uchun uning hozirgi past daromad sharoitida kommunal to'lovlar qimmatlashuviga yo'l qo'yması kerak degan fikrdaman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.